necha yil oldingi quyosh panellari aka bu? Endi bular adashmasam bir 20-25 yilda. 25 yillik quyosh panellari ekan. Bizi obunachimiz iltimos qildi. Shu eski bir 20 yil, 25 yil davrida ishlagan quyosh panelini shu tuzatib, ta'mirlab berishni iltimos qilyapti. Hozir bu quyosh panellar ishlayaptimi? Nima uchun to'xtab qolgan shular bo'yicha ham? Bu panellarning holati yaxshi. Hozir bu yo'qda, endi o'sha mahallada. Shu bet sotib yuborilgan, metr ham yechib olib ketilgan ekan. Bundan bir 20 yilcha oldin ham tadbirkorlar, xonadon egalari ham quyosh panellarini misol uchun o'zlariga qo'ydirishgan, ishlatishgan. Mana hozir 20 yil bo'libdi. Metr misol uchun ishlamay qolibdi. Demak, servis xizmatlari bunga ham o'tadi, xudo xolasa. Xudo xolasa, bunga ham servis xizmatimiz 1 yil kafolat beramiz. Xo'p, sahifamizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, pastdagi tugmachani bosib obuna bo'lib qo'ying.